O'zbek eline, O'zbek xalqiga deydi-ku, bir so'zim bor, yaxshilab o'qingizlar. Sizlarga cho'ng rahmat, просто respekt. Qirg'izistonda bittimiga boykot e'lon qilishyapti. Quyida videolarida bizni qo'shnimiz bilan, qo'shni davlat Qirg'iziston bilan urushishni xohlamaymiz. Joninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Qirg'izistonlik akalar, hammanglar hurmatlasizlar. Rahmat degan, rahmatdi. Rahmat deyishi, благодарны bo'lishni o'rganish kerak. Qirg'iziston xalqi hurmatini qilib turib o'zini davlatiga chaqirdimi? Ko'tda ham qisish kerak-da. Rahmat deb turib, qo'li ko'ksida indamasdan ketish kerak. Sizlarga rahmat tug'anlar, O'zbek tug'anlar aslında sizlarga cho'ng rahmat. Ova, agarda shunday birimlikda bo'lsak, shunday bir-birimizga podдержка etsak, o'zbek qirg'izcha, bizni hech kim ajrata olmaydi. Fitnalar bo'lmaydi. Birimlikda, kuch birimlikda deydi, musulmon bir tug'anmiz. Agarda o'zbek, qirg'iz, qozoq bir tug'an dey turgan bo'lsanglar, like bosishni unutmangizlar, kommentariga alga qirg'iz, qozoq, o'zbek deb yozib qo'yingizlar. Rahmatjon, Alloh razı olsun.